Bu videodan keyin avtokreditchilar meni qarg'ab yuborsa kerak-ku. Qarang aka, 50 million pulim bor. Avtokreditga Gentra olganim yaxshimi yoki рассрочкаga Onyx? Hozir men sizga hisoblab beraman, o'zingiz uchun bilib olasiz. Qarang, ko'chada 2023 oxiriga chiqqan Gentralarimiz 170 million turibdi. 50 million pulingizdan GAI xarajat, fin uslugalarini olib tashlab 20% boshlanish to'lovi kiritiladi bankka. Shunda 3 yilda mashina sizga 211 million kredit to'lovingiz, boshiga to'lagan 50 millioningiz bilan 260 millionga aylanadi. Endi 12 ni hisoblab ko'ramiz. 176 million 900 ming so'm bo'lsa, mashinaning narxi 30% boshlanish to'lov qilasiz. Foizsiz 36 oy muddatga 3 million 400 mingdan chiqadi. 50 million pulingiz bemalol yetadi boshlanish to'loviga. Shunda qarang, Gentra sizga 260 millionga aylanyapti. 12 sizga 176 million o'zini puliga aylanyapti. Gentraning yili 23, Onyx yili 26. Qaysi birini tanlaysiz? Onyx albatta. Agar siz ham Onyx ni tanlagan bo'lsangiz, Angrenline Motors avtosaloniga tashrif buyuring va bir kun ichida hech qanday foiz va penyalarsiz o'z narxida bo'lib to'lashga xarid qiling.